Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Hurmatli kanalimiz kuzatuvchilari, agarda siz kanalimizda mehmon bo'lsangiz, albatta obuna bo'ling va ushbu video tarqalishi hamda do'stlaringiz ham manfaatdor bo'lishlari uchun videoga like bosib, do'stlaringizga yuborishni unutmang. O'zingiz va yaqin insonlaringizni sog'lig'iga befarq bo'lmang. Agar siz gijja va me'da qurtlarini yo'qotib, 10-15 kiloga semirmoqchi bo'lsangiz, tanadagi oq dog' va psoriazni yo'qotmoqchi bo'lsangiz, 100% soch soqol chiqarmoqchi bo'lsangiz, qorinlarni yo'qotib press chiqarmoqchi yoki bir oyda 10 kiloga ozmoqchi bo'lsangiz, saf savdoga murojaat qiling. Mahsulotlarimiz kafolatga ega. Duzahga ketishni xohlagan ayollar. Shayx Muhammad Xablos aytadi: Men kiyim sotuvchi do'konda ishlar edim. Ba'zan u yerga tungi klubga boradigan qizlar va ayollar kelishar edi. Bir kun men ularni bu yo'ldan qaytarmoqchi bo'ldim va ularga oxiratni eslatdim va shu so'zlarni aytdim: Opa-singillarim, Allohdan qo'rqinglar. Axir qiyomat kuni bu qilgan ishingiz uchun do'zax olovida bardosh bera olmaysizlar dedim. Shunda ulardan biri mendan so'radi: Do'zaxda odam bir o'zi bo'ladimi yo uning atrofida boshqalar ham bo'ladimi dedi. Men shunday javob berdim: Do'zax ahli bo'ladi. Ular ko'pchilik desam, ular shunday deyishdi. Agar shu do'zaxda ko'pchilik bo'lsa, ayol erkak aralash bo'lsa, yana bir musiqa bo'lsa, biz rozimiz do'zaxda abadiy qolgani deyishdi. Bu so'zlarni eshitgach, hidoyat meni qo'limda emasligini o'zimga eslatdim deydi Muhammad Xablos. Nasihatga juda kuchli, uni ma'ruzalaridan hushidan ketgan odamlar ham bo'lgan. Ammo hidoyat odam farzandi qo'lida emas. Hozirgi kunda yaqin bir insoningiz gunoh va ma'siyat ishlarini qilayotganda uni qaytarmoqchi bo'lsangiz, u qaytmaydi. Bu holatdan siz xafa bo'lmang. Ba'zi bir insonlarni qalbi yopilgan bo'ladi va ba'zi bir insonlarni esa qalbi ochiq bo'ladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam amakilari Abu Tolib o'lim to'shagida yotganda: "Ey amaki, Allohdan boshqa iloh yo'q va Muhammad uning elchisi deng" dedilar. Abu Tolib: "Yo'q, meni qiynama jiyan. Men shu ota-bobolarimni dinida ketaveray" deb vafot etgan. Shunda oyat nozil bo'lgan: Albatta, sen yaxshi ko'rgan odamingni hidoyatga boshlay olmaysan, lekin Alloh xohlagan kimsani hidoyatga boshlar. Qasos surasi 56-oyat.